bu videomiz mana hammani qiziqtirgan narsa bu pul muammosi. Pulni mana uyi bormi degan narsani mana savol bergan sababi, chunki mana ko'pchilik aytayotganki, mana men pul olaman, oylik olaman, ishlayman, lekin men kreditim bor, qarzim bor, ana shu olishim mana shunaqasi ham men kreditni to'lab kelaman, shu men ham qarzimni to'layman, keyin bu qarzni yo bu kreditni to'lashga ulgurmasdan ikkinchisini olishga majbur bo'laman. Shunaqasi qilib yillar davomida menda ana shu qarz kredit tugamayapti, nimaga unaqa bo'lyapti deganda, keyin masalan surishtirib tushundimki, bu odamlarda pul turadigan joyi o'zi ham yo'q. Nima uchun bu narsani bilish kerak? Chunki mana bu bizani agar siz masalan Xudodan so'rayapsiz, Allohdan so'rayapsizda, yig'lab so'rayapman deyapti, yalinib so'rayapman deyapti, dodlab so'rayapman, voh deb so'rayapman, lekin baribir yordam bermayapti-da. Chunki tepada yuqori kuchlar, koinot hech qachon sizni bu ahvohingizni, so'zingizni yo bo'lmasa fikringizni yo bo'lmasa sizni bunaqangi demak dodvoylab so'raganingizni umuman eshitmaydi ham. Yuqori kuchlar hammasi vibratsiyaga javob beradi. Demak, vibratsiyani bilishingiz kerak ekan. Ana endi hozir pulda qanaqa vibratsiya bor, qanaqa qilib pulni chaqirishingiz kerak, qanaqa qilib bu shu qarzlardan, kreditlardan qutulib uyingizda pul turadigan bo'ladi. Ana shuni yo'llarini tushuntirib bermoqchiman. Buning uchun mana demak vibratsiya degan narsa bor. Qanaqa? Masalan, mana bir kichkinaligimizda ertaklarni eshitganmiz yo bo'lmasa mana filmni ko'rganmiz, mana podsholarni. Podsho deganda bilamiz-ku, demak juda ham boy badavlat yashaydigan bu insonlar bo'lgan. Demak, ularni podsho degandan keyin, demak ularning uyi hashamatli, juda ham chiroyli, juda ham qimmatbaho buyumlar, ularda tillalar, ularda pullar ko'p bo'lgan degan fikr bizda bolaligimizda qolgan. Demak, shu podsholarda, boy odamlarda demak boylikda atributlari bo'lgan. Hozir ham bor. Agar qanaqadir bir filmlar ko'radigan bo'lsangiz, qanaqadir oligarxlar yo boy odamlarni, biznesmenlarni ko'radigan bo'lsa, har doim birinchi navbatda ularning asabnyak, shunaqangi chiroyli uyini, uyin ichidagi chiroyli jihozlarni, qimmatbaho jihozlari ko'zimizga olib keladi. Agar mana bular hammasi atribut deyiladi, demak belgisi. Demak, shuni o'zini qanaqadir o'zini nima deydi, boylikni tanitadigan qanaqadir jismlar bor. Atribut deyiladi ular. Endi agar anaqani oladigan bo'lsak, masalan mana hozir korolevство, mana bu Angliyada korolevstoda, Angliyada ularni mana toji bor. Toji bitta korona deydi. O'sha dunyodagi eng qimmat toj hisoblanar ekan, qimmat korona. Unda 2000 dan oshiq toshlar, safirlar, izumrudlar bilan bezatilgan, brilliantlar bilan bezatilgan ekan. Keyin uni narxi 6 milliard dollar turar ekan. Keyin qanaqadir ularning bir bayramlari bo'lganda, qanaqadir an'analari bo'lganda, o'sha koroleva boshiga o'sha koronani kiyib, keyin o'sha qanaqadir o'sha an'analarni o'tkazadi. Nima uchun? Ana bu ham bu atribut. Bu ham bu demak o'sha o'zini korolevstvo, o'sha podshohlik, o'sha korolevstvo o'zini boyligini ko'rsatadi. O'zini vibratsiyasini ko'rsatadi. O'sha korona u har doim kiyib yurmaydi. Qanaqadir an'ana, qanaqadir bayramlarda kiyadi, undan keyin yana qo'yib qo'yadi. Juda ham katta shu aqlani buni demak qo'riqlaydi. Nima uchun bu narsa kerak? Chunki ana shu Angliya boy, demak korolevstvo boy, bu korolam boy degan shunaqangi bir vibratsiya, shunaqangi bir atributi bor. Ana endi biza o'zimizni oladigan bo'lsak, masalan mana shu pul muammosi bor odamlar. Pul muammosi bor odamlarga agar so'rasangiz, mana shu bir ayol ishlaganimda, xo'p qayerda turadi pulingiz desa, taxmonda, ko'rpalarning ichida turadi deyapti. Yo keyin bittasi aytadiki, erim постоянно pulini bekitib yuradi, daskining ichiga tiqadi, undan keyin bekitib yuradi deyapti. Yo bo'lmasa qaysi bir eski shkafda shu pastiga qo'yib qo'yaman deyapti. Ana bu narsa, bu juda ham noto'g'ri narsa, chunki pul bu vibratsiya. Mana biz aytgandek, mana shu korona vibratsiya ekan, safir, izumrud, brilliantlar, bular hammasi vibratsiya tepadan. Demak, shu boylik xohlamoqchi bo'lsangiz, o'sha narsalar bo'lishi kerak. Endi men borib hozir brilliant oling demoqchi emasman, lekin xo'p pulingiz qayerda turibdi? Agar o'sha taxmon ichida, qanaqadir ko'rpachalar ichida yo bo'lmasa qanday bir eski shkaf tagida turibdi, qanaqadir bekitib qo'ygansiz yo bo'lmasa shu naskin ichida bo'lsa, demak pul bu yaxshi emas uni uyi. Uning uchun nima qilish kerak? Demak, pul bu moddiy qism, bu demak yer stixiyasiga kiradi. Ana shu yer stixiyasiga mos, hatto endi seflar bor hozir, endi mayli sef ola olmasangiz, hech bo'lmasa shu derevyanniy yog'ochdan bo'lgan korobichka, chiroyli korobichka olib, o'sha pulingizni qo'yasiz, pul o'sha yerda to'planishi kerak. Keyin mana endi feng shui bo'yicha oladigan bo'lsak,
masalan mana bu eshik bo'lsa, demak narigi burchak, demak chap tarafingizdagi burchak o'sha boylik zonasi hisoblanadi. Ana agar o'sha burchakda agar sizda shkaf turgan bo'lsa, yo bo'lmasa qanaqadir polka bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha yerda sekin o'sha korobочканgizni qo'yib, buni ko'rinmas joyga qo'yasiz, конечно, albatta. Undan tashqari pulni chaqiradigan mana o'zini atributlarni hozir aytib o'taman. Mana Fenshuda juda ham ko'p har xil mana predmetlar bor. Agar suvenir magazinlarga kirsangiz, mana o'sha yerda mana qurbaqa og'zida tangani ushlab turibdi. Ana bu ham boylik keltiradigan shu demak suvenir boylik keltiradigan hisoblanadi. Ana buni agar masalan olib o'sha o'zingizni stolingiz ustiga qo'yib qo'yasiz, yo bo'lmasa mana Xitoylarda ajdaho qizil rangda, keyin zolotistый yaltiroq shunaqangi bezalgan ajdaho, bu juda ham kuchli, juda ham katta boylik keltiradigan shunaqangi jism hisoblanadi. Anaga masalan o'shani ham masalan siz o'zingiz o'sha boylik zonasiga qo'yib qo'ysangiz, bu ham sizga juda ham katta, bu o'zingizni vibratsiyangiz bilan bildirasiz, tepadagi kuchlarga bildirasiz, что siz xohlayapsiz boylikni, siz boylikni chaqiryapsiz. Chunki mana shular bu vibratsiya bilan tepadan shu vibratsiyani chaqiradi, pul vibratsiyasini, boylik vibratsiyasini sizga keltira boshlaydi. Ana undan keyin yana mana agar filmlarda ko'rgan bo'lsangiz, boy odamlar masalan mafiozilar o'tiribdi, yo bo'lmasa qanaqadir bir biznesmenlar, ular hammasida ayniqsa mana shu Xitoyda ular akvariumida yo bo'lmasa shu pastda hovuzchasida zolotistый rыбkalar, bu demak yaltiroq baliqlar, tillarang baliqlar suzib yuradi. Ana bu ham shu boylikda atributi hisoblanadi. Boylik chaqiradigan vibratsiya, hamma yaltiraydigan narsalar, chiroyli narsalar, bu qimmatbaho hisoblanadi. Ana shu narsalarni masalan agar qo'yib qo'ysangiz, bu ham sekin asta sekin sizni shu sizni bildirmoqchi bo'lgan ahvoq qilib so'rash emas. Men shuni xohlayman, men boylikni xohlayman, men pulni xohlayman, ko'payishni xohlayman desangiz, ana shunaqa qilib o'sha boylik zonasiga shu narsalarni qo'yish kerak, yo bo'lmasa stol ustiga qo'yishingiz ham bo'ladi. Undan keyin mana tabiatda o'zida ham juda ham ko'p mana shu pul keltiradigan, baraka keltiradigan vibratsiyalar bor. Bu masalan mana даже bozorlarda ham sotadi. Asallarni uyasi, ichida даже asali bilan birga, yo bo'lmasa mana makrolarda, korzinkalarda ham sotadi. Agar borsangiz shunaqangi kichkina mana idishchada sotadi. Ana bu ham o'sha zona bogatstvoga qo'yib qo'yganda juda ham yaxshi. Masalan, siz o'sha vibratsiyani mehnat qilyapman, mana asarlarni nima qiladi, juda ham mehnatkash, juda ham katta baraka keltiradigan shunaqangi bular mana asal yaratadi. Ana shu narsalar ham juda ham katta yaxshi tabiatda o'zini mo'l-ko'lchilik, baraka keltiradigan vibratsiyalik jismlar hisoblanadi. Undan tashqari yana mana juda ham mevasi shig'il solgan yaxshi meva daraxtini barglarini olib qo'ysangiz, yo bo'lmasa mana lavr yaproqlari deydi, lavroviy list, ana u ham mana qadimdan o'sha Gretsiyadan bu yutuq belgisi, juda ham katta omad belgisi hisoblangan, simvol hisoblangan. Agar o'sha shu korobочкangizga bir ikkita o'sha lavroviy listdan qilib mana ustiga mana pullarni qo'yib qo'ysangiz, sekin asta ana shu keyin yana bittanasiga o'rganish kerak. Pul kirgandan keyin o'sha chiqmaslik kerak. Yana ko'pchilik mana uyga pulni olib keladi, keyin kimdir kelib qanaqadir pustoy puldan qiynalgan odamga mana berib yuboradi-da, ana undan keyin o'sha pul ketdi. Hech qachon pul bo'lmaydi ham, pul to'planmaydi ham uyda, chunki shu uyingizga kirgan pul chiqmasligi kerak. Agar masalan kimgadir bermoqchi bo'lsangiz, yo bo'lmasa nimada ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu pulga tegmaysizda, keyingi kelgan puldan ishlatib, shunaqasiga qilib pul qanaqadir uyda bir nima deydi, yashash kerak, turish kerak. Uyingiz pulni o'zini uyda yashashi, uyda turish kerak. Ana shu qanchadir miqdorda tursa, shuncha sekin asta ustiga har gal masalan shu oylik olganingizda shu 10% 20% qo'yib ana shu pulga tegmayman desangiz, sekin asta pul ko'payadigan o'zini qonun qoidasi bor, o'zini shunaqangi bir zakoni bilan yashaydi. Keyin yana men bir ezoteriklardan o'qigandim. O'tyaptiki, masalan Xitoyda juda ham katta mana biznesmenlar, oldingi o'sha savdogarlar borib qanaqadir bir переговорlar, qanaqadir bir shu ish yuzasidan borib ishini bitirmoqchi bo'lganda, ular o'sha отдельно masalan kostyumi, отдельно mana kiyimini отдельно qo'yib qo'yarkanda, ayniqsa shu obuvini da poyabzalini yuvib, yaxshilab tozalab, keyin ichiga tanga qo'yib qo'yar ekan. Sababi shu pul keltirsin deb. Keyin cho'ntaklarda ham deydi, hech qachon cho'ntaklaringiz quruq turmasligi kerak. Hech bo'lmasa bittadan tanga solib qo'yganingizda ham sekin asta bu ham bu siz koinotga shunaqa belgi berasizki, что men boyamoqchiman, menda har doim pul bor, uyimda menda har doim pul bor degan belgi bo'lish kerak. Keyin o'zingiz ham shu siz pulni qabul qilishga tayyorman degan narsani bilan bildirishingiz kerak. Ana endi keyin yana bitta bir usuli bor. Bu
mana tangalar biz unchalik ahamiyat bermaymiz, chunki har bir qadr qiymati unchalik katta emas deymiz, lekin bu agar bironta banchkani olib o'shanga yo bo'lmasa qanaqadir mana kopilkalar bo'ladi, tangani tashlab boraversangiz ham sekin asta ana shu har bitta tangani o'zini vibratsiyasi bor. Ana shu vibratsiya orqali sekin asta sizga shu uyingizga mana shu pul oqimi ochilishga yordam beradi. Bu o'zingiz ham qanaqadir pul yig'ishga, hatto bu tangadan boshlasangiz ham pul yig'ishga o'rganasiz. Agar masalan pul ketadigan, masalan pulni yo'q qiladigan, mana kredit oldingiz, pulingiz ketyapti, qarz oldingiz, mana pulingiz yana ketyapti deb uyga kirmayapti. Bu sekin asta pul oqimini yo'q qilib, pul kanalingiz umuman rivojlanmaydi ham. Sizni qilgan mehnatingizni rohatini birovlar ko'radi, yo bo'lmasa o'sha kimga qarz bergan bo'lsangiz ham sizni pul boshqalarga qarab nima oqib keta boshlaydi. O'shaning uchun bu narsalarga juda e'tibor berish kerak. Chunki mana agar shu biznesmenlarga, millionerlarni hayotiga qarab mana televizorlarda ko'rsatadi, qarasangiz ularning hammasi shu birinchidan uyi shunaqa hashamatli, chiroyli, juda ham nima deydi, boylikka yetgan, uni ichida katta masalan kitayskiy vazalar yo bo'lmasa juda ham bir qimmatbaho kartinalar bilan bezagandan tashqari ana o'shani qaysidir burchagida bekitib qo'ygan o'sha seyfi bo'ladi. Ana seyfda ular pullar saqlaydi, pulli uy hisoblanadi o'sha seyflar. Undan keyin o'sha agar seyflarni mana ochib qaraganda ko'pincha ko'rsatadi, u yerda qanaqa tilla taqinchoqlar bo'ladi yo bo'lmasa slitka zolota deydi. Bular ham turadi. Bular hammasi ana shu o'zi bilib bilmasdan turib, lekin o'sha millionerlar, boy odamlar shu narsaga o'rgangan, balki uni ota bobolari shunday qilib kelgan, shu narsalarni qilgandan keyin ular birinchidan koinotga bildiradi, что men xohlayapman, menda pulli uyi bor, pul shodga kelsin deydi. Ikkinchidan rostdan bu yerda vibratsiya bor. Ana shu vibratsiyaga qarab pul ham keladi, pul ham to'planadi. Keyin siz sekin asta to'plangandan keyin, pulingiz to'plangandan keyin siz hech qachon ham qarzga botmaysiz, kreditga botmaysiz. Uni sababini tushuna boshlaysiz. Chunki bu yerda olgan oyligingizni borib kreditni to'lab kelgan odam, ana bir nechta kishilar bilan ishladim, mijozlar bilan ishladim. Ular aytibdi-ki, yo bittasini to'lab ulgurmasimdan deydi, shunaqa yana bitta chiqim keladiki deydi, yana men deydi olishimga to'g'ri kelyapti, qarzi deydi kredit bilan yopaman, kreditni qarz bilan yopaman, shunaqasi qilib men chiqib ketolmayman deydi. Uning uchun mana shu ahamiyat berish kerak. Siz qanaqa vibratsiyada yashayapsiz, uyingizda qanaqa vibratsiya va shu sizga qo'lingizga kelayotgan pulli uyi bormi yo'qmi? Agar unaqa uyi bo'lmasa, shu aytgan atributlarni shu koinotga bildirmasangiz, rostdan ham qo'lingizda pul turmaydi. Kelgan pul shunaqasi shirt bo'lib chiqib ketaveradi. Hurmatli obunachilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, izoh qoldiring, podpiska bo'ling.